Komissiya a'zolaridan tekshirish qanday amalga oshiriladi? Qaysi hukumatning mulohazalarini tekshirish buni tizimli yetsa bo'ladi. Misol uchun teksturiyaga tizim bor, matn tuz, o'sha matn tuzga kiritganida ham o'zi mulohazalarni chiqaradi. Yoki bunda boshqa nazarda tutiladi. Keyin qaysi xotira o'zida kompyuterda ishlayotgan dasturlar va ma'lumotlarni saqlaydi. Agar kompyuter yopiq paytda ishlatilayotgan xotira nazarda tutilayotgan bo'lsa, bu bazuq. Agar bu saqlangan bo'lsa, bu algoritm qaysi algoritmga qaysi bir prosesni постоянно повторять qiladi. Misol uchun aytamiz, menga qanaqa son ber, 1 dan 10 gacha bo'ladigan sonlarni menga tizimdan chiqarib bergan desa, sikl ya'ni bunday aylanib turavergan progress hisoblanadi. Dasturlash. Raqamli elektron tartibga solish qaysi organ tomonidan raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan raqamli elektron hukumat sohasida davlat tomonidan tartibga solishni qaysi organ tomonidan amalga oshiriladi? O'sha raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan. 5-savol yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining asosiy vazifalari. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining asosiy vazifalari bu fuqarolarni uydan turib yoki istagan joydan turib davlat xizmatlariga murojaat qilishi, 24/7 rejimda davlat xizmatlaridan foydalanishi, kelgan pulli xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, unda foyda chegirmasi bor. Birinchi, ikkinchi guruh nogironligi imtiyoz ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar yoki temir ayollar daftariga kiritilgan fuqarolar bo'ladigan bo'lsa, unga pulli davlat xizmatlarida 50% chegirma ta'min etiladi. Besh savol. Qisqa anaqa ma'lumot berildi. Ben birinchi elektron sohani boshlaganman. 2019-yilda bizning tashkilot yopilgan. Yopilganidan keyin bizda bu tashkilot anaqa napulga o'tgan. Napulga o'tganidan keyin hamma qolmagan, ya'ni 60 ta kadr bor. Qolganda o'z ishini topishga to'g'ri kelgan. Keyin o'shandan keyin men Telefonga kirganman, axborot xizmatlari filiali. Unda Bellingni no'g'ri bitganda men o'rganga harakat qilganman keyin. O'shanga vaqtincha ish kerak degan bu tashkilot. Men o'sha axborot xizmatlarida ishlab turdim. Keyin hujjatlarni ko'rib chiqilgandan keyin shu 1 yil davomida yo'l harakati xavfsizlik xizmatiga kirdim. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati hozir oldingisi bosh boshqarma bo'lgan. Respublikaga kirganman. Hatta fabrika, ismi Saidmuratov yig'ilishida siz ham ko'rganman. Kranov Azbekga yig'ilishlar. Ben 21 ishga keyin o'tda nimaga ketishga sabab bo'lgan o'tda rejim, ya'ni gaydirlar, dermatologiya, qarshi ishxonada bo'lasiz. Bitta o'g'il bo'lganim uchun o'sha opam tergitga ketganidan keyin
oilaviy sabablarga ko'ra man ishdan bo'shashib bo'ldim. O'sha yerdagi yana o'zim ishlayotgan raqamli xizmatlar boshqarish markaziga kelganman. Mana bu yerga navbatga keldik. Nimadan boshlagan bo'larsiz ishni? Hozir men bilishim bo'yicha bitta единый axborot tizimi ishlab chiqilishi kerak. O'sha единый axborot tizimi ishlab chiqishda уже ma'lumotlar bazasi mavjud. Ya'ni ma'lumotlar bazasi mavjud, lekin soft yo'q. O'sha tizimni ko'tarish degan o'sha bazalarni kerakli modullarga integratsiya qilish 12 ta modul bor. Shu yagona axborot tizimini 12 ta modullarga integratsiya qilish. Bu tizim ishga tushgandan keyin meni bir taklifim bor. Bu mana yangi tug'ilgan oilalarga qiziq bo'ladi. ZAGSga borganingizda, misol uchun, baribir ZAGSdan oldin oila bir-birini tekshiradi. Ikki tomonning roziligiga muvofiq oila tarkibini tekshirish, ya'ni ular sudlangan, sudlanmagan, davlat ishida ishlaydi yoki yo'q, shunga o'xshagan xizmatni joriy qilish. Bu misol aytaman, men o'ylayotganimda menga qiziq bo'lgan, u tomonga ham, ya'ni bu tomonga ham qiziq bo'lganda, buni rost aytaman, men o'zim roziligim bilan o'zim pasport ma'lumotimni beraman, bular tekshirishadi. O'shaqa narsani onlayn qilish. Bu ham bunday olib aytganda pulli asosda qilsa bo'ladi. Chunki aytaylik, bu proyektlarni o'z uslubiga platforma qilgani uchun ularga alohida tasdiqlanadi. O'zimizni jamg'armaga, ya'ni o'sha qo'mitaning jamg'armasiga. Buni qarang, menga amaldagi oila tarkibidan olish mumkin. Oila tarkibida biz ZAGSdan oila ma'lumot olgandan keyin ota-onasi haqligini ham olish mumkin. Buni otasi sudlanganmi yoki yo'qmi degan narsa. Bu shaxsga doir ma'lumot to'g'risidagi qonunni asosida biz o'shanga aytamiz, keluvni roziligi asosida. Agar buni onlayn qiladigan bo'lsak, men misol uchun meni roziligim bor, lekin meni ota-onam, meni aka-ukalarim, ular har qaysi meni roziligim olishi kerak. Chunki ular to'g'risida ular sizga ilova emas, siz qarindoshlaringiz. Ular ham har qaysi bir alohida shaxs. No, endi bu jarayonni barcha hujjatlar aniqlanadi. O'sha reglament ishlab chiqayotgan ba'zi ajoyib bildiradi. O'shanga qarab turib masalan joy qilsa bo'ladi. Yo'q, u asosan misol uchun agar meni qizim bo'lsa, qizimni men erga berayotganimda menga bu oila haqida ma'lumot qiziqdi. Siz baribir o'zidan olmasangiz orasida mahallada surishasiz. Bu faoliyatda birinchi shu qadam bosgani yaydan bo'lgan. Ilova ishlab chiqilgan. Ana o'sha mobil ilova ishlab chiqilgan. Tizimni eksklyuzividan o'tkazish, keyin dizaynerskiy taklif bo'ladi. O'sha bilan ishlagan, lekin dars qilayotganda mana shu bo'lmagan. Ularni yagona avtomatlashgan axborot tizimlariga sistema bor. Ana o'sha ko'tarilayotgan, ya'ni tijorat takliflari razol berilayotgan joyda o'zimizni hozirgi yagona takliflarni qiladigan bo'lsak, bu yerda asosan ichki ishlar, ishonchli xizmatlar, populyar xizmatlar, praktika xizmatlari, hujjatlarni ishlab chiqib bunda prosesda ixtiyoriy hujjat ichida ma'lumot uzatish tartibi ko'rsatiladi. Ya'ni so'rov javob qanaqa grafika. Ana misol uchun pushlik bor. O'z zaprosligi bor. O'sha zapros kelishib olinadi. Ya'ni bankdan misol uchun sog'liqni saqlash vazirligi menga spik bo'lgan ayol
tashlab turgan. Uch asosida degan ma'no qilib ma'noni mantiqiy o'sha ayol chalingan bo'lsa uni pasport ma'lumotlari yashash manzili agar tibbiyot kartasi haqida ma'lumot berilgan bo'lsa o'sha ya'ni maydonlarda o'sha ko'rsatib turadi ma'lumot kuzatilish tartibi bor o'sha ko'rsatib agar hamma tizimlar tayyor bo'lsa texnik hujjatni bitta ishlab chiqib kelishishlik taxminan bir hafta ketsa kerak API chiqarishga agar hammasi tayyor bo'lsa o'sha hujjatni ishlab chiqilayotganda bir hafta o'sha roziligini olish keyin agar o'sha tizimlar ham tayyor bo'ladigan bo'lsa 2-3 kunlik spasi bo'ladi o'sha maksimal stadion ya'ni ikkita baza bo'ladimi? Bu narsa endi men logishnik borman. Tizimni ko'tarilgan qanaqasi bor? Platformasi. Misol uchun PHP platformasi ko'tarilgan axborot tizim jelezadan foto joy oladi. Foto joy oladi, uni operatsiya, ya'ni men statistik ma'lumotlarga zaпрос berganda butun serverni nagrushkasini o'ziga oladi. Agar Go platformasida ko'tarilgan bo'lsa, tizim уже serverdan minimal resurs oladi. Men berayotgan zaprosim xazinani o'sha kerakli joyga so'rab berib oladi. Ya'ni tizimni optimizatsiya qilganda ruxsat beriladi. Ya'ni ma'nosini keyin o'sha boshqa чтобы оптимизация tizimni ishlashni optimizatsiya qilish. Nima o'ylayapsiz? Men o'ylayman 23 yilda. Комиссия a'zolari sizning Birinchi savolimiz nima? Bo'yicha davlat hukumat tashkilotlari va hukumat tashkilotlari o'rtasidagi axborot tushuniladi. G2G bor, G2D bor, BPC o'sha hukumat va biznes, hukumat fuqarolar deganda bu yerda G2G hukumat bilan davlat tashkilotlari o'zaro elektron tarzda o'sha axborot almashishi tushuniladi. Ikkinchi savolimiz kiber xavfsizlik sohasini tartibga solishga nisbatan yagona yondashuv prinsipi nima? Kiber xavfsizlik sohasini tartibga solishga nisbatan yagona yondashuv kiber xavfsizlikni ta'minlashda o'sha barcha davlat tashkilotlarida
qo'llaniladigan vositalar, texnologiyalar, dasturlar. Bizda oddiy misol davlat tashkilotlari elektron raqamli imzo orqali masalan hujjatni ishlatamiz. Biroq esa yagona texnologiya OneID tizimi barcha davlat tashkilotlari o'sha OneID tizimi orqali autentikatsiyalanib ishlaydi, faoliyat yuritadi. O'sha barcha tashkilotlarda turli bo'lmasligi uchun ishlab turilgan standartlar bo'yicha barchaga bir xil o'sha kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar, texnik dasturiy chora-tadbirlar bir xil bo'lishligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Kiberxavfsizlik to'g'risida shu qonun bor. Qonunda vakolatli organ sifatida davlat xavfsizlik xizmati ko'rsatilgan. Kiberxavfsizlikni tartiblarni belgilash bo'yicha vakolatli xizmat prezident sifatida ko'rsatib o'tilgan qonunda. Uchinchi savolimiz raqamli transformatsiya qilish deganda nimani tushunasiz? Raqamli transformatsiya degani o'sha biznesga masalan dedik, o'sha ilova texnologiyalar, axborot texnologiyalarini qo'llash, shu bilan birgalikda o'sha yangicha shu texnologiya raqamlashtirish orqali ishlash jarayonini ham o'zgartirish. O'sha mijozlar, hozirda shu savdolar boshqalar hammasi o'sha elektronlashgan. Eskicha ishlash nimasiga ham, jarayoniga ham bu ta'sir qiladi, ya'ni ish jarayonini ham o'zgartiradi ishlashda. Ya'ni o'sha vaqt tejash boshqa bo'yicha raqamli transformatsiya faqat o'sha zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llab qo'yish emas, umuman o'sha jarayonni, ish jarayonini o'zgarishini ham nazarda tutadi. Karantin paytida ko'rdik, masalan, masofadan ishlash bo'yicha o'sha axborot zamonaviy texnologiyalar qo'llanish orqali, masalan, o'sha chet elda safarda bo'lgan vaqtda ham kerak bo'lsa o'sha internet orqali ishini davom ettirishi mumkin. Bunaqa sohalarda o'sha raqamli transformatsiya tushuniladi. Ya'ni ham axborot kommunikatsiya zamonaviy texnologiyalar qo'llash va o'sha ish jarayonida ham o'zgarishlar, ya'ni ishlash tartibida o'zgarishlar ham raqamli transformatsiyaga. To'rtinchi savolimiz elektron raqamli imzo nima uchun kerak? Elektron raqamli imzo o'sha qo'lda qo'yilgan imzoni analogi sifatida tushuniladi. Bu orqali biz o'sha hujjatni imzolagan tashkilotlar shaxsida identifikatsiya qilish mumkin va o'sha hujjatni o'zgarmasligi. Agar o'zgartirib bo'lgan bo'lsa, undan ham aniqlash imkonini beradi. Shunaqa holatlarni oldini oladi. Ya'ni hujjatni yaxlitligi, buzilmaganligi va uni imzolagan shaxs yoki shaxs kimligi qaysi nimaligini identifikatsiya qilish mumkin. O'sha qo'lda qo'yiladigan imzoni hisoblanadi. Beshinchi savolimiz diapazon nima? Diapazon bu masalan ma'lum bir chegaralarni bildiradi. Masalan, kompyuterda ishlaganda bu Excel'da o'sha ma'lum bir maydonni belgilab olishimiz mumkin. O'sha ham diapazon yoki masalan ovozni tarqalish chastotasi bo'ladi, ma'lum bir diapazon bo'ladi. Shu chegaralar tushuniladi diapazon. Mana shu faoliyatizda 13-yil boshlagan. Faoliyatingiz davomida o'zingiz elektron tizim ishlab chiqish kerak. Yilda talabalik davomida bog'lanchi ravishda bu yerda yarim stavka texnik xodim bo'lib ishlayotganman. Statistik axborot tahlil bo'limida yordamchi bo'lib ishlardi. Keyin farg'onalarda universitetda ishlardim. Tamomlaganimdan keyin bu yerda ham asosan tizim ta'minot administratorlik faoliyatida faoliyat qilganman. Keyin asosan davlat xizmatlari agentligida ishlaganman.
raqamlashtirish bo'lganki, joriy qilish va davlat tashkilotlaridan hamkorlik bo'lgan. Unda ham biz ko'proq o'sha davlat xizmatlarini, yangi ishga tushgan xizmatlarni ekspluatatsiya qilish, ya'ni o'sha ishga tushiruvdagi muammolar, kamchiliklar bo'yicha takliflar berish bo'lgan. Endi biz bularga ishlaganimiz asosan shu nima deydi, elektron navbat qurilmalari, ya'ni o'sha yangi texnologiyalarni biz joriy ekspluatatsiya qilganmiz. Dasturchi sifatida o'zimiz dastur yaratgan emasmiz. Ko'proq amaliyotimiz tarmoq va tizim administratorligi bo'lgan. Lekin o'sha ma'lum bir davlat xizmatini yoki tizimni ishga tushirishda tushunchamiz bor, ya'ni o'sha texnik topshiriq, o'sha hujjatlar qilishda kelishish, partiya raqamli texnologiyalar vazirligi bilan o'sha yangi platformalarni ishga tushirish bo'lsa, o'sha qaysi qarorga asosan nima vazifani hal qilish kerak, shu narsalar bo'yicha. Integratsiya bo'yicha o'sha ikkita davlat tashkilotining o'sha tizimlari o'zaro imkon omilsiz, cheklangan. Masalan, bu tashkilotdan bu tashkilotga qaysidir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu tizimni bir-biriga o'sha hamma ma'lumotni bermaydi. Bunga kerakli bo'lgan ma'lumotni ma'lum darajada o'sha API orqali tizim o'zi axborot almashadi. O'sha nimalari bor, dasturchilar ishlab chiqqanda o'sha ikkita tashkilot o'rtasidagi axborot almashinuvni ma'lum kerak bo'ladi. Ikkalasi masalan hamkorlik shunga asosan ishlab chiqib, ikkita tizim bir-biri bilan inson omilisiz o'sha ma'lumotlarni almashishi mumkin. API o'sha ikkita axborot tizimi o'zaro ma'lumot almashishini, kerakli ma'lumotlar almashishini ta'minlaydi. Davlat organlari o'zaro integratsiya qiladi. Buning shu qaysi qaror farmonga ketgan bo'lishi yoki o'zaro o'sha yuridik tomondan qanaqa ma'lumotlar o'zaro almashiladi kerak, shu narsalar ishlab chiqiladi. Keyin bu narsani o'sha tegishli tartibda o'sha texnik topshiriqni ishlab chiqib, yagona integrator orqali raqamli texnologiyalar shu orqali amalga oshiriladi. Elektron hukumatning asosiy prinsiplari. Elektron hukumatning asosiy prinsiplari davlat organlarini samaradorligi, shaffofligi va ochiqligini ta'minlash, keyin yana birlarcha tamoyil asosida ishlashini ta'minlash, kiber xavfsizlik bo'yicha yagona yondashuvni ta'minlash, ma'lumotlarni o'sha raqamlashtirish, o'zlaridagi ma'lumotlarni yagona bir xil standartlar bo'yicha ishlab chiqish. O'sha yuridik va jismoniy shaxslarga o'sha davlat xizmatlaridan foydalanishda bir xil teng sharoit yaratish. Raqamlashtirish, axborotlashtirish qanday tartiblar? Raqamlashtirish, axborotlashtirish endi hozir mana bo'lyapmiz. Deylik, ba'zi bir holatlarda shaxsga doir ma'lumotlar sotish holatlari masalan bankda bu narsalar bo'ladi, chunki mashinada ma'lumotlarni o'g'irlaydi. O'sha shaxsga doir ma'lumotlar ketishi o'sha raqamlashtirish, axborotlashtirishda o'sha axborotlashning obyekti o'sha ma'lumotlarni xavfsizligini ta'minlashda doimiy oshirib borish kerak. Chunki bundan keyin har xil
paket hujumlari ko'payib boryapti. Buni takomillashtirib borish kerak bo'ladi. Chunki bizda o'zimiz ham duch kelganimiz, telefon qilib, siz falon tutanchimizdan mashinalarni paketlar. Ular уже ma'lumotlari qayerdan o'g'irlab qo'yganda, misol o'zimiz aytishni bilganimiz uchun bilamiz, bu qayerdan ma'lumotlar. Oddiy fuqaro tushunmaydi bu narsani. Bankda yo boshqa joylarda shu ma'lumotlarni sotib holatlari, o'rnash holatlari bo'ladi. Shuni muhofazasini doimiy takrorlashtirib borish kerak. Ta'minlash uchun. Rahmat sizga. Komissiya a'zolari qisqarishni taklif etdi. Komissiya a'zolari bilan tanishib bo'ladi. Oila muhofaza qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Abdullayev O'zbekiston Respublikasi raqam tashish vazirligi mas'ul xodimi Ismoil Farruxovning Oila muhofaza qo'mitasi kompaniyasi bo'yicha bosh mutaxassislar Oila muhofaza qo'mitasi inson resurslari bo'yicha bosh mutaxassislik bergan. Bundan tashqari boshqaruv agentligidan ekspert sifatida sarmoyaga ishtirok etmoqda. Agar tayyor bo'lsangiz boshlangiz savollardan asosida besh savol chiqadi. Savollarni o'zlashtirasiz, komissiya a'zolari javob beramiz. Elektron hukumatning markaziy ma'lumotlar bazalarini yaratish, ulardan foydalanish va ularni saqlash tartibi qaysi davlat organi tomonidan belgilanadi. Bu Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Bazalarni yaratishda uzun ko'rkam orqali uzun ko'rkam yaratib beradi, lekin ularni tartibga solish, ya'ni saqlash tartibini o'sha Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilab beriladi. Lekin o'sha nafasni bilardi, Vazirlar Mahkamasi. Harbiy integratsiyasi nima va davlat xizmatlarida qanday qo'llaniladi? Harbiy integratsiyasi o'zi harbiy bir tizimdan ikkinchi tizimga so'rov yuborish degani. Ya'ni o'sha integratsiyada misol uchun davlat xizmatlar maydonini oladigan bo'lsak, ichki ishlari tizimi, keyin yana pasportning tizimi, shular orasidagi bir-biriga so'rov yuborib, integratsiya orqali shu fuqaro so'rov berganda o'ziga yana shu ma'lumot aylanib turib, harbiy so'rov yuboradi, aylanib yana o'ziga javob qaytib keladi. Shu harbiy integratsiyasi deb tushunaman shu. Qaysi hollarda bir-birini funksional takrorlaydigan axborot tizimlarini ishlab chiqarishga yo'l qo'yiladi. Kiber jinoyatchilik bu o'sha axborot xavfsizligiga bo'lgan tahdid, ya'ni kiber jinoyat hozir har xil sohalarda bor. Misol uchun
bolaga nisbatan ham o'sha plastik kartasi bilan bog'liq ma'lumotlar. Chunki davlat idoralarida ham kiberjinoyatchilik yo'nalishi bo'yicha davlat o'sha idoralarni saytlariga yoki bazalariga tushirgan hujumlar shu axborot xavfsizligiga oid bo'lgan tahdidlarni o'sha kiberjinoyatchilik deb desa bo'ladi. Kompyuterlardan grafikani, foto va video axborotlarni monitorga chiqarish vazifasini nima bajaradi? Kompyuterdagi shu grafika haqida rasmlarni chiqarish vazifasi shu video karta hisoblanadi. O'sha har bitta rasm yoki videolarni sifatli, tez yetkazib berish, monitorga chiqarib berishi shu video karta uni shu kuchligi darajasi qanchalik tezligini shu o'zini nafarlari bo'ladi, hajmlari bo'ladi, o'shanga qarab sifatli va tez chiqarib berishda ishlatiladi video karta. Elektron hukumat asosiy prinsiplari shu davlat idoralarida xizmat amalga oshirilayotgan ishlarni elektronlashtirish, raqamlashtirish, ma'lumotlar aylanmasini tez va sifatli, shu shaffoflik ortishlarini byurokratik bu yoqqa raqamlashtirishga, shaffoflikka o'tkazish, shu elektron ma'lumotlar aylanmasini elektronlashtirish. Ish va samarali asoslanib qilish. Son tariqasida endi u ichidagi bir qismini aytadigan bo'lsam, oddiy omillardan bitta xatni yoki hujjatni imzolash uchun qanchadan qancha vaqt ketgan yoki da'vat qilingan yoki o'sha imzolagan odam vaqtini kutilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bemalol o'sha har bir xodim o'zi o'tirgan joyda o'ziga tegishli shaxsiy hujjat orqali, kalit orqali bemalol o'zini rahbariga jo'natib, rahbari ham o'zi bemalol qo'l qo'ysa, hech qanaqa ortiqcha vaqt ketmasdan, byurokratik bo'lmasdan o'sha ishlar tezroq hal bo'ladi. Endi bu elektron hukumat ishligi bir yo'nalishi misol tariqasida. Jurayevsardor kamera bilan mikrofonni yopib ketamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jurayevsardor Umurzoq o'g'li, sizni komissiya a'zolaridan tanishtirib o'taman. Oila va xotin qizlar qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Abdullayeva Umida Hazratni O'zbekiston Respublikasi Raqamlashtirish vazirligi mas'ul xodimi Ismoilov Farruh Mo'minjon o'g'li
Oila va xotin-qizlar qo'mitasi kompaniyasi nazorati bo'yicha bosh mutaxassis Laytos Muhammad Ne'matchalinov, shuningdek o'zim Oila va xotin-qizlar qo'mitasi inson resurslari bo'yicha bosh mutaxassis Bergenova. Bundan tashqari boshqaruv samaradorligi agentligidan mas'ul xodim ekspert sifatida ishtirok etmoqda. Zoom orqali tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Savollarda endi masalan sizga demonstratsiya qilaman. Agar ruxsat bersangiz bir taklif bor edi. Aha. Mumkin bo'lsa endi biz o'zimizning xizmat doirasida ko'p shu tanlovlarni, suhbat boshlashlarda xuddi Savr akaga o'xshab kuzatuv sifatida qatnashamiz. Ko'p narsani ko'p guvohi bo'ldikki, odatda shu oddiy savol-javobga nisbatan taqdimot usuli yaxshiroq samara beradi xodimning imkoniyatlarini, salohiyatini bilishga. Agar ruxsat bersangizlar, shu vaqtga qadar amalga oshirgan loyihalarim, dasturlarim, o'zim dasturlash yo'nalishida ishlayman. Shular to'g'risida Taqdimot sifatida demoqchisiz. bir varaqlik planshet ko'rinishida bor, to'g'risida shuni ko'rsatdim. Agar yo'q desangizlar, savol javobga o'taveramiz. Komissiya a'zolari agar ovozga qo'yamiz sizlardan. Mayli, komissiya a'zolari roziligini bildirishdi. Siz o'zingiz demonstratsiya qila olasiz. Albatta hozir ko'ramiz. Do'st bor ekan. Rahmat avvalambor imkoniyat uchun. Hozir noto'g'ri ketdi, hozir bir soniya. Aniq qo'yamiz. Tak, ekran ko'rinyapti, to'g'rimi? Ko'rinyapti. Tak, hozir demonstratsiyani boshlaymiz. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, demak, avvalambor bergan imkoniyat uchun rahmat deyman. Bu IT yo'nalishida, AKT yo'nalishida men 2008-yildan beri faoliyat olib boraman. O'shandan beri dasturlash bilan ishlab kelaman. Eng birinchi qisqacha tushuntirmoqchi bo'lgan o'zimning shu paytgacha yaratgan dasturlarim, loyihalarim haqida qisqacha aytib bermoqchiman, shu belgilangan reglamentdan chiqib ketmagan holatda. Eng birinchi navbatda yaratgan dasturlarimdan birinchisi bu kollej davrimda kutubxonalar uchun maxsus katalog dasturini yaratganman. Bu yerda o'sha kutubxonada mavjud bo'lgan kitoblar, kutubxonadan foydalanuvchilar to'g'risida dastur yaratilgan bo'lib, bu dasturda o'sha kitoblarni foydalanuvchiga berish, qaytarish va agar muddat o'tib ketsa, SMS yuborish xabarnomasi kabi funksiyalar joriy qilingan. Ayni vaqtda ham bu dasturim o'zim o'qigan kollejimda hali ham ishlatilyapti. Keyingi dasturim bu yerda o'quv markazlari uchun test dasturini yaratganman. Bu yerda shu o'quv markazlari o'zining o'quvchilari uchun shu o'quv kursi yakunlanish davri bo'lgan paytida bilimini tekshirish uchun, test olish uchun maxsus dastur yaratib berganman. Bu yerda xuddi o'zini shu DTM testga o'xshab ballar 3-1, 2-1, 1-1 ga o'xshab ballanib, o'quvchi xuddi bizning test arbosh tizimiga o'xshab test yechib bo'lishi bilan o'zini yechgan natijalari, qaysi yo'nalishda nechta xato qilganini chiqarib beradigan dastur qilib yaratganman. Bu ham bugungi kunda o'sha yaratib bergan markazlarda ishlatilib kelinmoqda. Keyingi loyiham bu 2015-yil iqtisodiyot boshqarmasiga ishga kirganimda bu yerda viloyatni ijtimoiy iqtisodiy dasturlarini rivojlantirish dasturlari bor. O'sha dasturlarni monitoring qilish uchun, ya'ni loyihalar bor. O'sha loyihalarni monitoring qilish mexanizmi bo'lmagan ekan men kelguncha qadar. Shu tashkilot ishga kelgandan keyin shu dasturlarni to'liq monitoring qilish, dasturda loyiha etapidan to ishga tushirish jarayonni to'liq monitoring qilish, bu yerda endi hamma tizimga ulangan hokimiyatlar, bank tizimlari, ishga tushiruvchi bandlik hamma tashkilotlarni ulab dastur yaratganman. Bu tizim foydalanilgan viloyatda. Keyingi yaratgan dasturim bu xalq qabulxona yaratilgan vaqtda birinchi boshida shu prezidentga yuborilgan murojaatlarni monitoring qilish tizimi yo'q edi. O'sha paytda viloyat hokimligi mas'ul xodimlar tomonidan iltimos qilishganda o'sha tushayotgan murojaatlarni monitoring qilish va xohlagan kesimida, ya'ni eniga, bo'yiga, ho'kiz diagonalga degandek SWOT ma'lumotlar chiqarish uchun maxsus dastur yaratib berganman. Bu yerda xodimlar shu ma'lumotlarni kiritishgan va o'ziga kerakli ko'rinishdagi ma'lumotlarni SWOT qilib olishgan. Keyingi dasturim bu viloyat hokimiyati uchun paxta va g'alla terimida shu g'alla terimi, paxta terimini monitoring qilish uchun dastur yaratib berganman. Bu yerda o'sha kunlik borilayotgan terimlarni monitoringini hokimga ko'rinib turadigan qilib berganmiz. Keyingi dasturim bu ayrim kompyuterlarda shunday bo'ladiki, ularni shu soatini ishlash mexanizmi buzilib qoladi, ya'ni vaqt noto'g'ri ishlab qoladi. O'sha vaqtda boshqa kompyuterga ulangan holatda doimiy ravishda soatini to'g'rilab turishga dastur yaratganman. Bu dasturning afzalligi, agar buni kompyuter tuzatishda imkoniyati yo'q texnik tarafdan, faqatgina u almashtiriladi. O'shani oldin olish uchun qilingan. Endi 2020-yil men iqtisodiyot boshqarmasidan davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Navoiy viloyat filialiga ishga o'tganman va bu yerga ishga o'tgandan keyin ham bir qator dasturlar boshqa qilganman. Eng birinchi qilgan dasturim bu rahbariyat tomonidan berilgan topshiriqlarni
monitoring qilish va ijrosini nazorat qilish uchun dastur yaratganman. Bu yerda shu tushayotgan barcha topshiriqlar kiritib boriladi va rahbar o'zi har bir topshiriq ijrosini nazorat qilib boradi. Bu tizim ayni vaqtda foydalanyapti bizda. Keyingi qilgan loyiham bu xabaringiz bor, mana ayni vaqtda tanlovlarni, ya'ni davlat boshqaruv organlaridagi vakant o'rinlari vacancy.argos.uz tizimida e'lon qilib boriladi. Bu navbatdagi loyiham bu vacancy.argos.uz tizimida chiqayotgan o'sha barcha vakansiyalar to'g'risida ma'lumot olib beruvchi Telegram bot hisoblanadi. Bu yerda o'sha foydalanuvchi saytga kirmasdan turib bemalol bot orqali respublika bo'yicha markaziy vazirlik idoralarida va xuddi shuningdek hududlarda mavjud vakansiyalar to'g'risida bemalol ma'lumot olib biladi. Va bu botimda shunday funksiya qo'shilganki, xabarnoma funksiyasi yoqilgan. Agar nomzod belgilab qo'ysa, qaysidir bir vazirlikda yoki qaysidir bir hududda, o'sha hududda vakansiya paydo bo'lgan vaqtda nomzodga xabar boradi vakansiya bo'lganligi to'g'risida. Bu foydalanishga qulay. Keyingi navbatdagi bu botimiz bu davlat fuqarolik xizmatchilariga zarur bo'lgan kompetensiyalar to'g'risida ma'lumot beruvchi bot hisoblanadi. Bu yerda shundayki, har bir vazirlik idorada va viloyatda har xil daraja lavozimlar bor. Yetakchi mutaxassis, bosh mutaxassis, boshqarma boshlig'i va shuningdek lavozimlar bor. Har bir lavozim uchun qanaqa kompetensiya kerakligini ko'rsatadi va o'sha kompetensiyani rivojlantirish uchun ma'lumotlar joylashtirilgan botga bu yerda video qo'llanmalar, audio qo'llanmalar, kitoblar mavjud bo'lib, xodim o'ziga kerak bo'lgan kompetensiyani bemalol rivojlantirish imkoniyati bor. Keyingi botimiz bu filialga murojaat qilish uchun murojaat botini yaratganman. Bu yerda shu xohlagan davlat xizmatchisi va oddiy fuqarolar shu botga murojaat qilib, o'zlari muammolar yozishlari, ko'rishlari mumkin. Keyingi botimiz bu istiqbolli kadrlar zaxirasiga mo'ljallangan bot hisoblanadi. Xabarlaringiz bor, ayni vaqtda bizda agentlik tomonidan milliy kadrlar zaxirasi yuritiladi va ko'p fuqarolardan va davlat xizmatlaridan savollar bo'ladi. Qanday qilib shu zaxiraga kirsam bo'ladi deb savollar bo'lganda, shu maxsus bot yaratganman. Bu yerda xohlagan o'sha davlat xizmatchisi shu botga murojaat qilib, o'zining ma'lumotlarini yuborib, milliy zaxiraga kirish uchun savol yuborib va ma'lumotlarni tashlab kirish mumkin. Bu yerda o'sha milliy zaxira bilan ishlaydigan maxsus xodim, belgilangan xodim shu yuborilgan murojaatlarni ko'rib chiqib, agar haqiqatdan nomzod belgilangan talablarga mos bo'lsa, uni zaxiraga oladi. Keyingi bu dastur hisoblanadi. Keyingi dasturi mana hozir xabarlaringiz bor, o'zidan suhbat davomida random dasturdan foydalanyapti. Bu hozirgi sizlar foydalanayotgan random dasturi o'zi 1-avgustda joriy qilindi. Lekin ungacha esa har bir vazirlikda o'zining random dasturi bordi. Lekin buni bitta noqulay taraf bordiki, ko'p savollar ayrimlari ma'nan eskirgandi va imloviy xatolar bor edi. Shundan kelib chiqib biza viloyatda o'zida alohida shu random dasturni yaratganman. Bu yerda viloyatdagi tashkilotlardan o'zlarining savollarini olib, eng oxirgi aktual savollarni olib, shu dasturga kiritilgan va u dastur o'sha savollarni chiqarib, random asosida suhbat o'tkazganmiz. Hozir ham bugungi kunda bu tizimdan foydalanib kelamiz. Keyingi bu hozirgi vaqtda ishlatilayotgan yana bitta botimiz bu test Argos.uz tizimiga kirish uchun maxsus bot, Telegram botda o'sha maxsus kod beradi. O'sha kod orqali test nazoratchisi xodimlarga testni ochib beradi. Bu ham bugungi kunda foydalanib kelinmoqda. Keyingi loyiham bu davlat fuqarolik xizmatchilarining huquqlari yuzasidan Telegram bot. Bu yerda o'sha har bir davlat xizmatchisi o'ziga qiziqtirgan savollar yuzasidan javoblar olishi mumkin. Bo'limlarga bo'lingan, xohlagan bo'limiga kirib, o'zini qiziqtirgan shu yo'nalish bo'yicha eng ko'p beriladigan savollar javoblarni olishlari mumkin. Keyingi bu loyihamiz bu agentlikda, nafaqat agentlikda, xohlagan har qanday tizimda, tashkilotda xodimlarning mehnat intizomini nazorat qilish uchun bot hisoblanadi. Bu yerda botda xodim ishga kelganligi, ketganligi hamda yoki agar ishga kelmayotgan bo'lsa, kechikayotgan bo'lsa, nima sababdan kechikayotganligini yozish imkoniyati bor va bu odatiy an'anaviy davomat tizimini raqamlashtirish bitta turi hisoblanadi. Keyingi dastur bu hozir eng yakuniy shu o'tgan oy yakunladim bu dasturni. Bu test va suhbat boshliqlarini belgilash uchun maxsus Telegram bot. Mana hozir xabarlaringiz bor. Avvallari har bir test shu vazirlik idoralarining o'zida o'tkazilardi. Mana hozirda endi barcha testlar shu filial agentligimiz Toshkent shahri filialida maxsus test markazi o'tkazadigan bo'ldi. Lekin bilasizlar, hamma viloyatda xuddi shunday test markazlari bor, lekin u yerda kompyuterlar soni cheklangan. Ya'ni bu yerda agar test va suhbat vaqtini filial agentlik bilan kelishmasdan belgilasa, bir vaqt o'zida juda ko'p odam chaqirib qo'ysa, bu yerda odamlarga noqulaylik bo'ladi va tirbandlik bo'ladi. Shuni oldini olish maqsadida test bot yaratilgan. Bot o'zi avtomatik kadrga test vaqtini belgilab beradi. Faqatgina kadr nomzodlar soni, lavozimni yuboradi botga. Bot o'zi hisob-kitob qilib, o'sha nomzod chaqirish kerak bo'lgan vaqtni, ya'ni kunni va soatini kadrga yuboradi. Kadr esa o'sha ma'lumotni HRM tizimiga kiritadi va shunda tirbandlik ham yuz bermaydi, nomzodlarga qulaylik bo'ladi.
kadrga ham va agentlikka ham qulaylik bo'ladi. Tak, bular barcha yaratgan dasturlarimiz bundan tashqari shu faoliyat davomida barcha test jarayonlarini translyatsiya qilib boramiz. Bu uchun ham alohida kanallar ochganman. O'sha kanallarda test jarayoni 100% onlayn translyatsiya qilinadi va eng bitta plyus tarafi bu Navoiy tajribasi bo'lgan. Kelgan test topshirish kelgan nomzodlarni shu kompyuterga o'tirgandan to turib ketgungacha bo'lgan jarayonda ekranda nima ish qilyapti, qaysi tugmani bosyapti, qaysi klaviaturani bosdi va harakatlari, qayerga qaradi, nima qildi, hattoki nafas olganigacha ham eshitiladigan qilib tizim yaratganman. Bemalol nomzodni 100% harakat kuzatiladigan qilamiz. Keyingi bosqich bu suhbatlarni ham translyatsiyani joriy qilganman. Alohida kanal ochilib, bugungacha Navoiy viloyatida barcha suhbat jarayonlari 100% onlayn translyatsiya qilib boriladi. Bu keyin filialga ofis to'la tortganmiz alohida internetni kuchaytirish uchun va bundan tashqari filialda axborot xavfsizligini ta'minlash uchun litsenziyalangan ESET Not antivirusdan o'rnatganman va axborot xavfsizligini ta'minlash uchun kerak kontrol dasturi o'rnatilib, sozlab, markaziy apparatga bog'langan va to'liq ishlab turibdi. Bundan tashqari faoliyatni boshlagan davrimizda hozirgi vaqtda mana kadrda xabarlari bor. HRMda har bir tashkilotda inson resurslarini rivojlantirish bo'yicha reytingi chiqariladi har 6 oyda bir marta. Bu endi mana shu yildan joriy qilindi, lekin unga qadar biz Navoiy tajribasi qilib, o'zimizda barcha viloyat tashkilotlarini kadrlarini eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha baholash tizimini joriy qilganmiz. Buni yuritardik, o'zim yuritardim. Tegishli ma'lumotlarni olib, endi bu payt HRMda ko'p ma'lumot olib to'liq shakllanmagani uchun Excel ko'rinishida ma'lumotlarni olib, to'liq indikatorlarni shakllantirib yuritardik bu narsani. Keyingisi endi agentligimizda 20 yaqin tizimlari bor. Ularning hammasini texnik qo'llab-quvvatlash, chiqqan muammolarni yechish, ichidagi bazalariga bog'liq bo'lgan savollar bo'yicha o'zini javob berib, bemalol yordam berib kelyapmiz. Faoliyatning davomida shu kunga qadar jami agentlik tizimida ishlaganimda 162 ta taklif va 16 ta tashabbus berganman. Shundan 102 tasi amalga joriy qilinib, tatbiq qilingan. Bundan tashqari tanlovlarni to'liq monitoringini o'zim yuritaman. Ya'ni belgilangan vaqt davomida, yil davomida nechta tanlov bo'ldi, nechtasi e'londa, nechtasi suhbatda, nechtasi testda, shu bosqichlarni to'liq hisob-kitobini yuritish va monitoring yuritish ham o'zim qilaman. Bu uchun maxsus dastur yaratganman. Bu uchun ham dasturni o'zi avtomatik o'sha hisobotlarni shakllantirib olib berib turadi. Faqatgina kerakli shaklga chiqarib olinadi kerak bo'lganda. Bundan tashqari viloyatdagi davlat xizmatchilarining sifat tarkibi, ya'ni pasportini ham yuritaman. Bugungi kunda viloyatimizda 327 ta tashkilotda 3703 nafar davlat xizmatchisi bor. Va eng nimasi, muhim tarafi viloyatdagi davlat xizmatchilarini 22,4% xotin-qizlar tashkil qiladi. Uni o'ylab qaraganda bu kamroq ulush hisoblanadi. Buni biz nima uchun aynan shu xotin-qizlar ulushi kam deb masalasini ko'tarib o'rganish o'tkazganmiz. Ya'ni o'sha davlat xizmatchilaridan aynan nima uchun davlat xizmatida xotin-qizlar ulushi kam deb so'rovnoma o'tkazganmiz. Bunda javob variantlari juda ko'p ediki, eng katta ulushini, ya'ni 45,9%ni, ya'ni javobni 49%ni shu javob bo'ldiki, xotin-qizlarga eng asosiy masala bu oiladagi nima deydi, noqulaylik, ya'ni farzandlarga qarash birinchi masalasi, ikkinchi masalasi bu yerda turmush o'rtog'ini ruxsat bermasligi deb ko'rsatgan ko'pchilik ayollar. Buni chuqurroq agar yondashadigan bo'lsak, nima uchun o'sha turmush o'rtog'i, ya'ni erkak ayolni davlat xizmatida ishlash ruxsat bermaydi degan savolga agar buni ham javobini ichiga kirganimizda shu narsa oyon bo'ldiki, bilamizki, davlat xizmatida endi hozirgi vaqtda ko'p tashkilotlarda ish rejimiga amal qilish juda kamda. Ya'ni xotin-qizlar, erkaklar qatori xotin-qizlar ham kerak bo'lsa 8-9 gacha qolib ketib ishlashadi-da. Bu so'rovnomada shu javoblar bergan davlat xizmatchilarimiz. Buni bo'lgandan keyin erkaklar o'zini turmush o'rtoqlarini davlat xizmatida ishlashiga tabiiyki salbiy munosabat bildirishadi-da. Bu yerda keyin takliflar ham so'ralgan shu so'rovnomada. Shunday xulosa chiqdiki, agar davlat xizmatida ish rejimi normal rejimga o'tsa, ya'ni xodimlar ish vaqti tugagandan keyin ishga o'tirmasa, majburiy mehnat jalb qilinmasa va shanba, bozor kunlari, dam olish kunlari ishga jalb qilinmasa, xotin-qizlarning ulushini davlat xizmatida oshirish imkoniyati keskin ortadi. Bunda uni oila a'zolari shunda qarshilik bildirishi kamaytiradi. Nima qarshilik bildiradi? Agar har doim odatdagidek ertalab 9 da kelib 6 da ketsin, uyiga vaqtida borsin, oilasiga vaqtida e'tibor qaratsin, farzandlarini tarbiyasiga qarasin, oila a'zolariga qarshilik bildirmaydi. Shu eng asosiy urg'u shu. Chunki mana o'zim bizning tashkilotimizdan viloyat hokimiyati joylashgan, ko'p ko'ramiz ayollar
erkaklar qatori 8-9 chiqib ketadi-da. Bu tabiiyki ularni erkaklarga rahmat deyishga ruxsat berishayotgan, ishlatayotgan. Lekin ko'p erkaklar ruxsat berishmaydi bu narsaga. Shuning uchun ham bu masala sal og'irroq. Agar o'zi asosiy bu qo'mitani ham tuzilishini, oila va xotin-qizlar qo'mitani asosiy faoliyatidan bittasi shu jamiyatda, iqtisodiyotda xotin-qizlarning o'rnini oshirish, ulushini oshirish-ku. Demak, bu degani, demak, davlat xizmatida ham xotin-qizlarga teng imkoniyat yaratib berilsa, ular ham ulushi ortadi. Xo'sh, keyingi masalamiz bu demak, filialda har yil yakuni bilan filialda o'sha yil davomida amalga oshirilgan loyihalar va amalga oshirgan tashabbuslarimiz to'g'risida aks ettiruvchi jurnal ko'rinishida kitob tayyorlab boraman. Shu har yil yakunida bu nafaqat jurnal ko'rinishida, balki video klip video material ko'rinishida ham tayyorlanadi bu narsa. Har bitta yo'nalishda kesimda alohida ko'rsatilib, media kontent tayyorlanadi. Va eng oxirgi bu ishlarimizdan biri bu sektor rahbarlari va hokim o'rinbosarlari KPI'ni joriy qilishda ham eng boshlang'ich etaplarda o'zim ishtirok etganman. Chunki u payti boshlang'ich bo'lgani uchun ular loyihalarni shakllantirish, qaysi parametrlar qo'yiladi, sektor rahbariga, hokim o'rinbosariga qanday hisoblaymiz, ularda o'sha bergan 160 takliflarimizning deyarli qariyb 50% shu yo'nalishda berganmiz boshlanishida. Va buni ham o'sha viloyatda to'liq reytingini yuritish, monitoring qilish, reytingini e'lon qilish ishlari bilan o'zim shug'ullanganman boshlanishida. Deyarli qisqacha aytmoqchi bo'lganim, yaratgan dasturlarim va amalga oshirgan ishlarim bo'yicha qisqacha ma'lumotim shu. Rahmat deyman imkon berganlaringiz uchun. Agar savol bo'lsa, marhamat. Savollar bor. Taqdimot yopsam bo'ladimi? Bo'ladi. Savol. Rahmat. Sardorbek, siz ish joyingiz Toshkentdami yo Navoiy shahrida, Navoiydami? Yo'q, bizning ish joyimiz Davlat xizmati rivojlanish agentligini Navoiy viloyati filiali hisoblanadi bizniki. Navoiy filialida ishlaysiz hozir. Xuddi shunday, bu yerda shu AKT bo'yicha yetakchi inspektor. Sardorbek, siz hozir loyihalaringiz bilan tanishtirib o'tdingiz. Bu amaliy nima? O'zingiz sohangiz. Siz bundan tashqari o'zingizni sohangizdan, o'zingizni faoliyatingizdan kelib chiqib ichki normativ hujjatlar yoki normativ hujjatlar loyihasini tayyorlash salohiyatiga egamisiz? Tak, tushundim savolingizni. Mana bizada ham agentligimizda Normativ hujjatlar ishlab chiqish kerak. İçki normativ hujjat yoki normativ hujjat loyihasini. tushundim, savolingizni tushundim. Mana eng birinchi navbatda har bir tashkilotda o'zi aslida axborot xavfsizligi siyosati bo'lishi kerak. Ya'ni axborot xavfsizligi bo'yicha biz agentligimizda ham bu siyosat tasdiqlangan. U siyosat tasdiqlangunga qadar filial o'zi uchun o'sha axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yo'riqnoma endi hujjat shu ishlab chiqish imkoniyati bor-da, chunki yuridik shaxs emas biz. Shu yo'riqnomani ishlab chiqqanmiz. Avvalgi ishlagan tashkilotimda ham xuddi shunday, iqtisod boshqarmasida ham axborot xavfsizligi bo'yicha AKT bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqqanman. Uni tasdiqlaganmiz, shu bo'yicha ishlaganmiz. Mana axborot xavfsizligi siyosati ham ishlab chiqilayotgan vaqtida tabiiyki o'zimiz takliflarimizni berganmiz siyosat bo'yicha markaziy apparatimizga qaysi yo'nalishda qolib ketyapti, nima bo'lyapti, chunki belgilangan norma standartlar bor. Shu asosan shularda endi. Ya'ni asosan bizada endi filial bo'lganimiz uchun markaziy apparatdan yaratilayotgan o'sha normativ hujjat bo'yicha taklif so'raladi. Shu narsa qilmoqchimiz, kimda taklif bor deb so'raladi. Biz o'zimiz takliflarimizni beramiz. Bu yo'nalishda qo'shish kerak, bunaqa masala aktual turibdi. Masalani yechilishi uchun bu narsa qilish kerak degan ma'noda o'zimiz takliflarimizni beramiz. Savollar. Dasturlovchi tizimlar ishlab chiqqaningiz bo'yicha tasdiqlaysiz. Mana yo'q ish ko'tadigan bo'lsangiz, endi respublika darajasidagi tizim yaratishga to'g'ri keladi. Texnik topshiriq yaratish, yana bu tizimlarni masalan ekspertizaga boradigan bo'lsangiz, qaysi holatda sizni masalan qaytarishi mumkin bir xil tizim sifatida. Hozirgi tizimlaringiz viloyat miqyosida yoki ma'lum bir tashkilot uchun qilingan. Qanaqa tushunchaga egasiz? Masalan, tizim yaratish bo'yicha qanaqa hujjatlar tayyorlash kerak, qaysi hollarda bir xil tizimlar ishlab chiqishga yo'l qo'yiladi yoki cheklanadi? Tushundim. Bir xil tizimlar bo'yicha savolingizga javob berishim mumkin. Bunda
faqatgina ya'ni o'sha mavjud tizimga o'xshagan boshqa tizim yaratish qancha ruxsat beriladi? Faqatgina Vazirlar Mahkamasining qarori bilan ruxsat beriladi. Bunda qachonki o'sha tizimni ayni vaqtda ishlayotgan tizim chet el tizimi bo'lsa yoki axborot xavfsizligi talablariga javob bermaydigan bo'lsa, unda faqatgina Vazirlar Mahkamasining ruxsati bilan, tegishli qarori bilangina, faqatgina shundagina xuddi o'sha tizimga o'xshagan milliy tizim ishlab chiqarish ruxsat beriladi. Bu qayta dublikat masalasi. Endi axborot tizimlarini yaratish masalasiga kelsak, birinchi navbatda aytganingizdek, bu texnik topshiriq yaratiladi. Ya'ni texnik topshiriqda o'zi tizim qanday ishlashi kerak, nimalar bo'lishi kerak, qaysi talablarni bajarish kerak degan ma'noda texnik topshiriq ishlab chiqiladi. Shu texnik topshiriqqa asosan dasturchilarga beriladi. Dasturchilar ko'rib chiqib uni eskizini yaratadi. Eskizdan kelib chiqib yana shu zakazchiga buyurtmachi tashkilot yana qayerlarga daraxtga qilish kerak, nima qilish keraklarini to'g'risida ma'lumot beradi. Va asosiy masala shu texnik topshiriq. Texnik topshiriqda ham belgilangan shu yaratilayotgan tizimga mos bo'lgan standartlardan chiqib ketmagan holatda axborot eng muhimi har qanday tizim yaratilishida axborot xavfsizligi qoidalarini chiqmagan holda tizimdagi bor bazadagi ma'lumotlarni xavfsizligini ta'minlash eng birinchi darajada bo'lishi kerak. Shuni inobatga olgan holatda texnik topshiriq, undan keyingi boshqa masalalar ko'p chiqilaveradi. Endi hozirgi mana o'zi aslida bir nima aytmoqchiman, mana to'g'ri, boya aytib o'tganingizdek, hozir yaratgan tizimlarni faqatgina viloyat miqyosida o'zi respublika tashkilotiga vakant lavozimga ariza topshirgan asosiy sababi ham shu. Ya'ni viloyat darajasida xohlaymizmi yo'qmi imkoniyat cheklanganda, chunki u viloyat darajasi tashkilotda alohida yuridik shaxs bo'lsa ham bo'lmasa ham imkoniyat cheklangan. Ya'ni hozirgi bunday deganda men yaratishim mumkin bo'lgan loyihalarim shu chegarasiga keladi. Undan ortiq chiqish uchun o'zi respublika darajasi kerak va asosiy maqsadim yangi loyihalarni qilib ko'rish, o'rganish. To'g'ri, bu yerda baribir biz respublikada faoliyat yuritmaganimiz uchun muammolar chiqishi mumkin, bilmagan yo'nalishlarimiz ko'p chiqadi. Asosiy maqsad shu soha ichiga kirib, bilmagan joylarimizni o'rganib, yanada bundanda yaxshiroq, asosiysi ko'proq aholiga foydasi tegadigan platformalar tizimini yaratishdan iboratda. Maqsadim shu, asosiy topshirishdan maqsad. Sardorbek, sizga rahmat. Komissiya a'zolari sizlar ichida kabinetimizga o'zlarini baholarini qo'yishadi. Rahmat sizga ishtirok. Rahmat, hammalaringizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kamilov Bahodir kamerani yo'qsangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli komissiya a'zolari. Kamilov Bahodir Bahromovlar, sizni komissiya a'zolari bilan tanishtirib o'taman. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Abdullayev Umida hazratini, O'zbekiston Respublikasi Raqamlashtirish vazirligi mas'ul xodimi Ismoil Faruq Muminjon o'g'li, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi kompaniyasi nazorati bo'yicha bosh mutaxassis Tillayev Muhammad Ne'matjon o'g'li, shuningdek o'zim Oila va xotin-qizlar qo'mitasi inson resurslari bo'yicha bosh mutaxassis Tilyo'bergenova, bundan tashqari boshqaruv samaradorligi agentligi mas'ul xodimi ekspert sifatida Sarvar Umaraliyev Zoom orqali ishtirok etmoqda. Bahodir, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Savollar random asosida bo'ladi. Sizga demonstratsiya qilaman. Ko'rinyaptimi? Ozgina kattalashtirib oling. Ko'rinyapti. Tasodifiy savollar. Ozgina kattalashtirib oling. Bo'ldi. Boshlaymiz. Hozir. Boshlayveraymi? Boshlaymiz. Kiberxavfsizlik hodisasi nima? Kiberxavfsizlik hodisasi bu asosan o'sha internet tarmog'ida bo'ladigan
har xil firibgarliklar yoki o'sha internet tarmog'ida keng tarqalgan ya'ni kiber hujumlarni o'sha kiber hujumlarni har xil firibgarliklarni ma'lumotlarni chiqib ketishini oldini olish maqsadida himoya qilinadigan jarayon kiber xavfsizlik hodisasi deyiladi. Ya'ni o'sha internet tarmog'idagi begona o'sha viruslar deymiz, ya'ni begona ma'lumotlarni kompyuter tarmog'iga o'rnashishi yoki o'sha har bitta tashkilot yoki tashkilotni o'zini ichki ya'ni ma'lumotlarni internet tarmog'iga sizib chiqib ketishini oldini olish tushuniladi. Kompyuterda ma'lumotlarni to'plovchi asosiy qurilma qanday? Kompyuterda ma'lumotlarni to'plovchi qurilma agar bu kompyuterni o'zi deb hisoblaydigan bo'lsak, o'sha sistema bloki ichidagi hard disk deb aytiladi. Agar kengroq ma'noda aytadigan bo'lsak, bu server qurilmasi deb aytiladi. Ya'ni o'sha kompyuterda kichkina nima deydi? Tor doirada tushunadigan bo'lsak, o'sha sistema blok ichidagi hard disk kompyuter ma'lumotlarini to'plovchi qurilma hisoblanadi. Endi server qurilmasi bu umumiy ma'noda, ya'ni katta bir hajmli ma'lumotlarni, ya'ni bitta kompyuter emas, bir nechta kompyuterlardagi ma'lumotlarni saqlovchi qurilma hisoblanadi. Bu nafaqat saqlovchi, balki o'sha saqlanayotgan ma'lumotlarni qayta ishlash, ya'ni yangilash, ularga o'zgartirish kiritish yoki o'sha ma'lumotlarni o'chirish nima deydi? Qulayliklari ham bor, ya'ni server qurilmasida. Xo'p, yuridik shaxslarning yagona identifikatori bo'lib nima hisoblanadi? Yuridik shaxslarning yagona identifikatori bo'lib bu INini yoki STIR. Hozirgi kunda endi PNFLga, JSHIRga o'zgartirildi, lekin baribir yuridik shaxslarda asosiy identifikator o'sha INini hisoblanadi. Elektron hukumatning asosiy maqsadi nima? Elektron hukumatning asosiy maqsadi bu davlat tashkilotlari, xo'jalik subyektlari va boshqa oddiy aholining o'rtasidagi muloqotni elektronlashtirish, ya'ni qog'oz shakldan elektron, ya'ni kompyuterizatsiya jarayoniga o'tkazish, xizmatlarni elektron shaklda ko'rsatish tushuniladi. Asosan qisqacha shunaqa. API integratsiyasi nima va davlat xizmatlarida qanday qo'llaniladi? API integratsiyasi bu API, ya'ni biron bir tizim yoki biron bir axborot tizimini foydalaniladigan jihatidan link havola deb tushunsa bo'ladi. Ya'ni misol uchun o'sha qaysidir bir tizimni, axborot tizim yoki boshqa bir shunga o'xshash CRM tizim deydi. Endi shu tizimning qaysidir bir jihatidan, ya'ni ruxsat berilgan qaysidir bir ma'lumotdan foydalanish uchun beriladigan key hisoblanadi, ya'ni ключ hisoblanadi. Misol uchun boshqa bir tashkilotni axborot tizimidan qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa yoki boshqa davlat tashkilotining axborot tizimi bilan integratsiya qilish kerak bo'lsa, ya'ni
ikkita turli xil davlat tashkilotini axborot tizimini birlashtirish kerak bo'lsa, o'sha tegishli bo'lgan jihatidan, o'sha foydalanishi mumkin bo'lgan jihatidan dostуп beriladigan key deb hisoblanadi API. Va davlat xizmatlarida qo'llanilishi bu asosan o'sha turli xil davlat tashkilotlarining xizmatlari bir xil, ya'ni kesishgan joyi. Misol uchun Oila va xotin-qizlar qo'mitasi bilan raqamli texnologiyalar vazirligini xizmatlarida bir xillik, ya'ni kesishadigan joyi bo'lsa, o'sha ikkita tashkilotni axborot tizimidan o'sha birlashtiriladigan xizmati, ya'ni bir-birligi bilan API orqali ma'lumotlarni birlashtirilishi mumkin. Ya'ni integratsiya qilishi qisqacha shu jarayonda amalga oshiriladi. Endi javoblarim kitobiy bo'lmasligi mumkin. Harakat qildim oddiy sodda tushuntirishga. Savollar bor, qo'shimcha savol. Elektron davlat xizmati reglamenti degan nimani tushunasiz? Reglamentimi? Elektron davlat reglamenti. O'sha elektron davlat xizmati reglamenti deganda, o'sha xizmat ko'rsatiladigan sohasi, endi aniq bilmayman, taxmin qilib ko'raman. Xizmat ko'rsatiladigan soha, o'sha xizmat kimlarga tatbiq qilinadi va bundan tashqari o'sha xizmatni ko'rsatish davomiyligi, ya'ni soat yoki kun mobaynida va bundan tashqari o'sha ko'rsatiladigan xizmatga qanchadir miqdorda davlat boji deymizmi, xizmat haqqi deymizmi, undirilishi o'sha reglamentida ko'rsatib o'tiladi. Endi aniq bilmayman, kitobiy tushuncham yo'q. O'zim sohamdan kelib chiqib aytolman. Elektron hukumat to'g'risida qonunni o'qib ko'rganmisiz? Xabardormisiz? Elektron hukumatmi? O'qigan edim, adashmasam 2005-yilmi, 2000. Yo'q, agar o'qigan bo'lsangiz. Ha, o'qiganman. Ho, aniq esimda yo'q lekin. Elektron hukumat bo'yicha sodda ta'rif berilgan. Buni bir aytib beralasizmi yoki o'zingiz elektron hukumat deganda nima tushunasiz? Yo'q, kitobiy ta'rifini bilmayman. O'zingiz tilingizda nima tushunasiz? Soddagina ayting. Elektron hukumat Elektron hukumat deganda zamonaviy axborot texnologiyalarini zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'sha odatiy shakldagi xizmatlarni kompyuter texnologiyalari orqali tatbiq etish, qisqacha tushuncham. Zamonaviy axborot texnologiyalari orqali tatbiq etish. Bahodir, Oila va xotin-qizlar qo'mitasini faoliyatiga oid normativ hujjatlar bilan tanishganmisiz? Mana bir qator tanishib chiqdim. qaysi biri? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Oila va xotin-qizlar bilan ishlash va mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 81-son farmoniga muvofiq va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PK 146-son qaroriga muvofiq Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tashkil etilgan. Xo'p, bundan tashqari
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 12-avgustdagi VM 500-son qarori bilan tanishib chiqdim. Ya'ni u yerda O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasini faoliyatini tartibga solish va undagi faoliyat to'g'risidagi normativ-huquqiy hujjatlarni, kamchiliklarni bartaraf etish to'g'risida o'sha VM 500-son qarori tasdiqlangan va shunga muvofiq qo'mita nizomi ham ishlab chiqilgan. Rahmat. Bahodir, sizga rahmat ishtirok etganingiz uchun. Komissiya a'zolari tomonidan sizni lичный kabinetingizga o'zlari baholarini qo'yishadi. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sarvar aka, biz nomzodlarimiz 10 nafar ishtirok etishi lozim bo'lgan nomzodlardan 7 nafar ishtirok etgan. İcraatı yönlendirdi. İmkoniyat. Lekin qanchalik uni keyinchalik ishlash qobiliyati bo'ladigan narsa. Bizlar o'shaliklar ishchanlikdan narsa emasdi. Mana bu ishchan bola, chunki rasm ichki ishlarda ishlagan, ichki ishlarda juda жесткий bo'ladi. Bilaman. Bu hozir bu fantaziyasi ishlab ketadi. Lekin bu yerga joyni yechish kerak bo'lgan joyda shu soat shu joyda to'xtab qolmaydi deb. Bitta viloyat bu bitta viloyat. Nima viloyat ishlaydi? Respublikaga kelganida bildim. Umuman boshqa. Nagruska. Tем более на viloyat ishlaydi. Lekin men yondashdim. Agar ularni ikkalasini ishlatsang ham Hozir o'zi joy bitta, lekin nimada tahlil ijro nizomi boshqarmasida mutaxassis ana shu AQT sohasida AQT mutaxassis bo'lmasam shu ikkalasini chunki edo ijro bo'lma kifayat ishchiga bo'lishi kerak shu vatandoshlik kerak. Men как раз edo sohasida bo'lmasa kerak. Hozir endi bular ular hozir Ferguson injiniyaga tushyapti, xat asosida ular ijro nizomini raqamlashtirish kerak. Bo'layotganda savob ikkalasini kelishasiz bir-biriga Sarvar aka. Sarvar aka.
Boshqa? Eshitildimi ovozim, Ilmijohon opa? Ovozingiz endi eshitilyapti. Nomzod bormi yana? Yo'q, boshqa nomzod yo'q. Bo'ldi. 10 nafar ishtirok etishi lozim bo'lgan nomzodlardan 7 nafari ishtirok etdi. 3 nafari. Katta rahmat. Rahmat sizga. Bo'ldi. Sizlarga ham rahmat komissiya a'zolari. Umida hazratimdan rahmat sizlarga. Charchamanglar. Kunlar yaxshi bo'lsin. Rahmat. Bana sürpriz değil mi?